Hürmetli vatandaşlık işimizi başlayacağız. Bugünkü saat 2024 yıl. Birinci ayının 26. gün hafta gücüm vatandaşım. Hazır dedik sizlerge. Mesela Cungo'nun iqtisadi ahvalını yukarıda 3 mesele bu istatqa qildik dedik mi? Yo'q, yo'q. Bunun yanına nazari andın su şahının iki vaziyet hakkındaki iki abzas sözünü sizlerge topşirdik. Endi bu yerda deydiganimiz nima degan? Endi bundaq, mavzu bundaq. Mislsiz krizis yetib keldi. Cungo'da bütün cemiyet, helaqa odamni tillaydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 1-ayning 25-kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bunun 2022-yil Rais Xi Jinping Cumhuriyet siyasi sahneye çıkıp geldi vatandaş. Siyasi sahneye çıkıp deydigan birinci cümle sözü yukarıdan töven geçi hakimiyet organları işide bolsa ve hakimiyetin sırtı bolsa her kandak adamın merkez doğrusu da fikir kılışıga ve onu bunu değişiyor ruhsat yok. Şunu deyin andem bu Xi Jinping'e aslidagi Xitoy xitidagi Jinping, Jin degan yaqin degan gap, Ping degan tuzlik barobarlik degan gap, bu qatam Jungo jamiyati Xi Jinping deb ism qo'ygan gap. U yana qaysi? Yana bir jin. U jinning o'zi nima? Tizginlash, kontrol qilish, ching tutib olish degan gap. Şuna a jinni bu jinga o'zgartib Xitoy jamiyati Xi Jinpingni hammani qisib olg'icha, hammani bo'g'ib olg'icha odam deb atab kelgan edi. Yakıngacha endi uning ichida hozir bütün jamiyatda, Jungo jamiyatida mayli o'ltirib qopqa yeladi, mayli amaldorlar so'rini, mayli fuqarolar so'rini odamlar bir işte kichikina o'ng'unsizlik bo'lsalar, helaqa cho'shqining ishi bo'lmamdi bu. Mushundaq tillaydigan bo'libdi, hozir umumlashib ketgan gap bu vatandosh. Bütün jamiyatga umumlashib ketgan gap. Uningdagi o'ltirganda so'rinli pul ismini chiqarish mumkin emas. Ismini chiqarganda keldi bu rekorderga elinadi, maxfiy soqchilarga yo'llaydi, ya maxfiy soqchilar aramizda bo'ladi deb uni qo'rqidi ekan. Biroq og'izda, so'zda, iborada hammada bu helaqa cho'shqa. Helaqa cho'shqa. Bu helaqa cho'shqani ikkinchi bir odam bu yerda jur'at qilib bu cho'shqa degani paloni kishi deb aytolmaydi da vatandosh. Soqchimi deganmaydi buni. U davatgan gap helaqa cho'shqa desa, bu helaqa cho'shqa deganligi paloni pistoni rahbarni deganligi deb soqchimi qizg'alanmaydi bunday gapni vatandosh. Bilamsiz ha? Madaniyat inqilobi yuz bergan Uyg'uristonning Aqsu viloyati Shinxo noyisida, To'qsu noyisida. Shinxo deb Xitoy chiqib ekan ismini. To'qsu noyisida yuz bergan bir dehqonchilik. O vaqtda dehqonchilik etizga chiqqanda mavzuning suratini esib qo'yib, har kuni saharda hamma odam men hozir do'lqinga mangdim. Do'lqinga chiqdim. U degani atdeganda soat 4da yoki 5da o'rningizdan turib etizlik chiqsiz. Vatandosh, dehqon shunda ishlaydi. Saat 4da 5da etizlikda nima ish bor? Ketmanda qandoq chopsiz? Qorong'u, tong qorong'usi. Nima ish qilasiz? Mush dehqonlarni etizlik chiqib shundoq majburlaydigan vaqtlarda bir dehqon kechikib qolibdi. O dehqon kechikib qolib 8-9larda ashtamig'ini yeb, ondan etizlik chiqib dehqonlar bilan birga emgak qatnashibdi-da, qatnashiman deb kelibdi kelishiga. Helaqa atrat boshlig'i, patrat boshlig'i deganlar yugurib kelib, biz bu ishga chiqqil 4-5 soat bo'ldi. Sen nima ishga kechikib qolding desa, bu dehqon aytibdiki, men mavzungda ruxsat oldim debdi. Desalar atrat boshlig'i, "Nada mavzung, nada qayerda olding? Beijingga bordingmi?" Mush bir og'iz gap. Aş bir og'iz gap bilan dehqon qutulib,
Atrat başlığı tutulup kalgan gap vatandaş. Neden o mavzun degen Beijing'e bağdamı degen bir gap bilen atrat başlığı tutulup kalgan. Söz ibar bu meyli meskır olsun, meyli yumur olsun bu ameliyatı boğan eş. Andayan dihalla saat 4'te 5'te etizlik çıkıp mavzunun suretine evvel karab durup her bir öyde bir suret. Karab uladı ruhsat, mavzunda ruhsat edip etizlik çıkıp boğan deyken ula karangıda da koluğa ketmen ağrı görecekler ammayla bir yarım saatte usul oynaydıgan gep vatandaş. O kanda usul Dahay kaçtı qoğla, dahay hangsın kavda uşu Xitayça. Denizde parxot mağınıgan bolsa, onun olçusu mavzudon degen gep. Keyin bundan da Uygurlar özgertip, dahay hangsın kavda onu dihalla özgertip, tahay koştu qoğlanla. Tahay kaçtı qoğlan, manımış cevr. Şahski çokunuş, şahsını ilahlaştırış, şahsını büyükleştiriş, hemmini şahsga bağlap qo'yish, bu bir hokimiyat gumron bo'lishning yuzlanishida oxir gumron bo'ldi. 1976-yili 10-oyda Mavzudan gumron bo'ldik, 4 kishilik guruh dedi. Gumron bo'ldi vatandaş. Bugungi holat xuddi shuning o'xshash. Hozir butun jamiyat Jondan xeyne bu Xi Jinpingni eliqi cho'shqa degan yagi tutdi. Bugun pulga qaraydigan yilla Tayvanning uning bir xabariga qo'ygan bosh tema Dada Gongchandang, Dada Xi Jinping. Yani bu Kompartiyanı yo'qtayli, Xi Jinpingni yo'qtayli. Madaniyat inqilobi derdi so'ril o'xshashlar. Dal mushu vaziyatda vatandaş mushundoq vaziyatga kelganda Jungoning ichki qismi Kurt Campbell nima degan edi? Jiddiy o'zgarish davriga kirganda aloqa munosabatda bo'lishimiz yaxshi degan. Dal mushundoq payt kelganda hozir Aksaray bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Tayland shahrida Rais Xi Jinping bilan tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Kechiringlar, vatandoshlar og'zimda ketib qoldi. Aralıkta 2023-yili 9-oyning 16-kuni Jack Sullivan Wang Yi Maltada ko'rishdi vatandosh. Onun keyinli Wang Yi Moskvaga ketdi. Enin avvalida keyinde mesela Avustriyada, Vinada ko'rishdi. İtalya'da, Rim'de ko'rishdi. Mushunda ko'rilishlar ciddi ko'rishlar. Oxirgi hisobda o'tgan yil 11-oyning 14-18 kuni kelganda ikki davlat rahbari prezident Joe Biden Amerika, Rais Xi Jinping San Fransisko shahrida suhbatga o'tadi. Hozir o'rtaq tunish keldik dedi. Hozir o'rtaq tunishning konkret siyosat turlari va siyosat modelleri Mındaq ortaq tunish keldik degan söz deb o'tirib chiqmadi vatandaş. Biroq siz shuni ko'rib yetdingiz yaqinda Janbada ochilgan yig'in 23-kuni Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi gavdalik holda qaralgan masalalarning birisi vatandaş. Bütün g'arb dunyosi bir-birlab bir jumladan ikki jumladan söz yandırıp söz qo'yib Jungo Kompartiya hükümetini Uygur'un kişilik hukuku meselesi boyunca tanqidledi, ayıpladı ve tekliflerini oturup koydu vatandaşı. Vaziyet ana şundaq turibdi. Bugün ende Jack Sullivan Tayland'ın Mango şehrida Wang Yi bilan ko'rishganda, yani qandaq so'zlar o'tirg'i chiqdi, yani nima masalalar to'g'riliq so'zlashdi. Bu ko'rishni g'ayri rasmiy ko'rishish, ya'ni matbuot e'lon qilmaslik. Shundoq gap turdi xabarda. Matbuot xabar qilmay, matbuot xutamay shaxsiy munosabat dair, ya'ni g'ayri rasmiy holda ko'rishdi deb aytibdi vatandash. Şunun qaraganda hozir gap vaziyat Amerikaning, dunyoning, Ukrainaning, yani bir yana vaziyatlari normal, o'z yo'lida ketyapti da. Biroq hozir iqtisod masalasi bo'yicha Jungoning ishi chetaq. Hozir Fransiyaning bir muxbiri, Shanxay turishliq muxbiri ekan, u kishi Tayvan to'g'risida, Jungoning iqtisodi to'g'risida bir ikki jumla xat yozibdi.
O iki cümle makale yazıptı vatandaş. Bu makalesi ne mi depti deseniz? Ciddi kutkuzuş. Ciddi o'ttirga chiqqandan keyin Jungoda yuqori qatlam rahbarlari iqtisodda ansirashga boshladi. Yani birisi Jungdan kayna hazır alaq zodalik qapladi. Tamam, mavzuli xabar Osiyo Xitoy tili programmasi, Erkin Osiyo Xitoy tili programmasi. Lekin buni yozgan kishi Fransiya Dünya Gizli'nin Şanghay turistlik muhbiri Simon Leplater. O kişinin depti, hazır çünkü Kompartiyası Payçak bazarına kutuldurman dep 2 trilyon pul acırtıman dediydi. Lekin amelileşmedi. Bu gap nime ekan deseniz vatandaş, hali başlayatdık ko. Bankının pul taksim qilish yoki elim birim ishlarining huquqini hozir markazga Reis Xi Jinping qo'lig'i markazlashtirdi deganni biz sizlar qilgan xabarlarning ichidagi eng qo'rqinchli xabar dedi hozir. Sushavxosh nima? Endi bu Fransiya muxbirining Fransiyani Dunyo gazeti e'lon qilgan maqolasida nima debdi desangiz, bu pul deydi, 2 trilyon pul. Ma'qul selishing mumkin. Paychak bozorni qutuldiraman deb yordam qilishing mumkin. Bu pul nereden keladi desa, bundaq bir gapni qildi vatandosh. Jungoning tayyorligi bu pulni davlat xazinasidan chiqarolmaydi ekan vatandosh. Bu pulni davlat egiligidagi shirkat korxonalar deganni bilasiz albatta vatandosh. Mushu shirkat korxonalarning zapas provodi yoki chet eldan savdo qilishganda o'zlari saqlab qo'ygan provod, shirkatlarning provodi 2 trilyon pulni chiqib, paychak bozoriga yordam soladi. Oylab bakın ha, vatandaşım bey. Mesela devlet egiligideki karxanalar degan söz Jungoning jeni. Jungo qilib kelayotgan Kompartiyaning qo'shig'ini beqib kelayotgan shu karxanalar desiniz. Endi bularning zapas provod pulni chiqib paychak bozoriga solaman desiniz. Bu shirkatlar ikki kimni gumron bo'lamdi yo'q, xatar nada vatandash? Oylab ko'ring ha. Mesela şu şirket ne bileyim o devletin şirketi sen kapalat kılman desem mi yapamaz. O çünkü nokul halde, müstakil halde bir şirket namıda mevcut bulup duruvatkan şirketler. Sen onun provatını çıkıp halk pulu aylandırıp 2 trilyon pulunu elip payçak bazarını kutuldurman desem akmamda. Lekin bunu Fransiya'nın muhbiri neyim depti? Bunun kapaleti qanchalik, yani g'alba qilish kapaleti qanchalik mana gap. Sen shuni qilib beqishing mumkin, buni g'alba qilishing qanchalik. Mushuning bilan biz endi selektorimiz Sushavxo dedi bankining huquqini olib oldi. Davlat egiligi shirkatlarning puli bilan privat puli bilan apirib paychak bozorini qo'llaydigan bo'ldi. Enadekan Rungyanning nazarida esiniz, moliya tugidi. Chunki qoq sanamga aylandi. Dal mushundaq vaqtda vatandosh Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Osiyoda Tailandning Mango shahrida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi degan. Mushunda jiddiylikda turgan Yaponiya nim degandim 200 nafar savdogar savdo tijorat muhitini yaxshilash uchun Jungo'ga ziyorat keldi degan so'zni endi 2 ma'noda tushuning vatandoshlar. Biri Yaponiyaning o'zining maqsad muddoidan, ikkinchisi yana Yaponiya bejirish tegishlik Jungolikning beshig'i kun tushdi. Mushundaq paytda elib oladigining bormi, deb oladigining bormi yoki nima? Yaponiya mushundaq paytda Beijing'e bordi, Beijing'ni ziyorat qildi. Hammasi birlashtirib qarang vatandosh.